Xayrli kech. Xayrli kech bütün dünyadaki barlıq vatan söygen qarindaşlar. Keşliğiniz xayrli olsun. Ben kögün olardı ben bugün denizde işta. Bir haftadan eşip ketdi işik kelgili. Ötkende muşundaq bir bazı meseleler to'g'riliq naq maydon qilgan bu bilmadim. Yamanchiq avarchilik uzib etishlar bo'ldi. Qata uzib etdi. Keyinda uni chiqasam yana chiqamidi. Keyin o'tirib yerda Facebookni yana 3 kunlik yana cheklabdi degandek. Ama shunday bir avarchilik tufaylidan sizlar bilan yuzlashamdik qarindoshlar. Bugungi meniki ko'pchilik bilan bizning o'g'itish qilayotgan do'stlarimiz bilan o'rtoqlashadigan temamiz, ya'ni ko'pchilikdan kelgan masalalarga biz o'zaro bir-birimizga tushuncha berib o'tamiz. Ba'zi qarindoshlarimiz savolni qo'yibdi. Boy degandek men sababini dedim. Facebookni avar qilyapti qarindoshlar. Yana birisi telefonda so'zlasam to'g'rini aytib ojiz to'xtatib qo'yib degandek her türlü işler bo'ladı. Tema qarindoshlar ko'pchilikdan kelgan savol javoblar bo'yicha yana boshlaymiz endi men buni hech qanday bir tayyorlik qilolmadim. Kuniga 12 soatlik ish bo'yicha o'zimning tafsili bunday bir tushunchamni berib qo'yib o'taman deb. Ko'pchilikdan kelgan fikr qaysi degan vaqtimizda ko'pchilik so'rayapti. Yani bu yerda Afg'oniston ya Talibanning masalasi dunyoda qaynayotir degandek bu masala, ya'ni bu yerda Taliban vatanimizniki Ladakh bilan chegara olinibdi, Xitoy bilan bevosita chegara olinibdi, u yerdagi bir harakatchiliklar bo'lgandek turdi, o'tirdi, bu turdi degandek har turli savollar qarindoshlarimiz hamda o'g'itish qilib kelayotgan do'stlarimizdan kelgan savollar asosan. Bu o'zimning tushunchamni berib qo'ymay qarindoshlar. Ben bununla bir hafta burun etraflarda ben tushuncha berishni loyiq topgandim. Yani aynı vaqtimizda bu qaysi degan vaqtimizda masalan mening esimda qolishicha G7 yig'ini o'tkazilgan vaqtimizda Amerika prezidenti Biden efendi masalan Türkiye prezidenti Erdoğan'a biz Amerikadan chiqib ketgan o'rinni, bexatarlikni siz saqlasangiz degan masala to'g'risida biz tushuncha bergan ko'pchilik. Şu vaqtimizda ko'plagan do'stlarimizdan biz WhatsApp orqali paralanish orqali bu Turkiya zaten Afg'onistonda qalamdi qamam degan chaqda biz ko'pchilikka shunday degan mayli qandaqli bo'lsin bu yerda Turkiya hukumati dedi Afg'onistonda qolaman degan taqdirning o'zidan bunga Taliban qo'shilmaydi degan. Albatta hozir bu chiqayotgan xabarlar mana shunday albatta qo'shilmaydi qarindoshlar. Endi bu yerda biz qarindoshlar men necha vaqtdan birisi tushunchamdan aytib ochiq aytay, siyosatning orqa tarafiga kirmayli uzatishning hojati yo'q. Uzatishning hojati yo'q. Meniki zaten fikrimni o'zinglar bilasizlar. Men shu Stan, Paskiniston deganlarni men boshdan oxir o'tirib qaqshab tillab qo'yotganning biriman. Sababi yana shu Taliban mana shunday qilyapti qarindoshlar. Chunki Xitoy bu rayonning o'zida men bu so'zimda bakchiq dedim. Bu rayonning o'zida, ya'ni Xitoy bilan chegarilgan rayondagi butun stansiyalarning hammasini setib olgan qarindoshlar. Shuning ichida shu Talibanning o'zimi shuning ichida bor qarindoshlar. Ichida bor. Bu 98-yildan tortib Xitoy bilan bo'lgan aloqalar ham shunday yaxshi bo'ldi. Shunday yaxshi qarindoshlar. Andaq bo'lganken bu yerda qo'shniki butun Afg'oniston hatto Pokistonni to'liq setib olganken bu yerda o'tirib. Masalan, o'ylab boqinglar. Talibandek bir kichik kuch o'tirib turib Xitoyga bir o'tirib zo'mgarlik qilgan ushaqcha kishilar chiqami? Chiqish nisbati 0. Agar chiqdi deb qilib qolsa, Xitoydan jiqaroq pul undirish uchun, ularning nurg'un so'z setiqlari yo'tkaydigan hash-mash degan narsalar va ular Yevropaga, masalan, O'rta Osiyolik Yevropaga yo'tkildigan yerlar bor. Yo'tkildi deymiz, shunda qaraydi. Nurg'un talash tatish bo'lib qolmasligi uchun, chunki O'rta Osiyoda cho'ng dominat qilayotgan, cho'ngchilik qilayotgan kuch Xitoy bo'lib turib, Xitoyni besimga keltirish uchun yana u yerda o'zining zimmada turayotgan Uyg'ur bormi yo'qmi shundaq insonlar orqali qancha-muncha ularga tahdid shakllantirish mumkin. Pul jihatlardan. Yana birisi Afg'onistonda qayta gullantirish jihatlardan
Xitoyga besim qilish uchun ushaq-tushaq o'yinlarni qo'yishi mumkin. Ammo bizga nisbatan o kuchlardan, masalan, Taliban degan kuchlardan foyda keladi desa, men u dunyo bunga ishonmanglar qarindosh. Ishonchlik xabar emas, ular Xitoy tarafda. Qarindoshlar. Ular Xitoy tarafda. Chunki azroq yeyishib tushundiray, Talibanning oq tarafi Pokiston, burundan tortib Pokiston qo'llab kelgan. Bugungi vaqtimizda Talibanning kayni Xitoy va Pokiston qarindoshlar. Bo'lmasa o Talibanninki millionlab pullar nereden keldi? Qoral yarak, o'q etish, jang hammasi o'tirib pul degan narsa bilan mavjud. Ular o'tirib shunchalik Amerikani o'tirib trillion ziyon tatqizgudak o'tirib shunchalik janglarni qila oldi. Buning keyindagi yo'layotgan kuch Xitoy va Pokiston buni eng asosli qo'llayotgan kuch. Chunki Xitoy u yoqdan Amerikaning kuchiniki chekinib chiqishni orzu qildi. Urayning o'ziga nisbatan kontrollik monopol qilishni Xitoy yaxshi ko'rdi. Sabab qaysi? Chunki O'rta Osiyoning o'zida Yevropaga tutishadigan ipak yo'li bor. Bu yerda yana O'rta Osiyodan Hind okeaniga o'tadigan eng qisqa yo'l Afg'onistonda. Shuning uchun Xitoy u yerda Amerikaning hech qachon bo'lishini xohlamaydi. Amerika shuning uchun chidab turdi 20 yil Hindiston bilan kuchli ittifoqni shakllantirgandan keyin u yerni tashlab chiqib ketdi. Hindiston bilan Amerika kuchli bir ittifoq shakllantirdi. Shundan keyin o'tirib Afg'oniston tashlab berib chiqib ketdi. Taliban degan bu qasmoqlardan aldirab o'tirib foyda kelmaydi qarindoshlar. Biz shu rayonda bizning bir kuchli do'stimiz bor desak, Hindiston bor qarindoshlar. Hindiston bor. Hindiston biz ular bilan ittifoqlashadigan birdan bir kuch bizning chegarayimizda, ya'ni Uyg'urning davlatiningki chegarasida birdan bir ittifoqlashadigan, ittifoqlashga mumkinchilik bo'lgan davlat Hindiston qarindoshlar. O sizlar keyin ko'rasizlar qarindoshlar. Masalan, o'tirib, shu Taliban degan o'tirib tubki maqsadi qaysi degan vaqtimizda Afg'onistonda islom xalifligini barliqqa keltirish. Vaqt kelib qolsa Xitoy o'tirib shuni qurib berdi. Sizlar rost aytgandaysizlar, Xitoy qurib berdi. O Talibanning maqsadi oxirgi borib Hindistonga yo'landi. Sizlarga rost aytib, Hindistonga yo'landi. Chunki Pokiston, Urayning o'zida Pokiston, Afg'oniston, Xitoy bu yoqda birdan bir yaxshi ko'rmaydigan kuch Hindiston. Hindistonga qurolni to'g'rilasa Hindistonga to'g'rildi, ammo hech bir zaman o'tirib Xitoyga ular qurolni to'g'rildi desa men ishonmayman. Agar o'tirdi o'yin o'ynasa, Uyg'urlarni terrorist falan pokuni ko'rish uchun o'yin o'ynash mumkin Xitoy bilan birlashib. Ammo kechiringlar, men u Talibandan o'tirib Xitoyga qarshi Uyg'urlar bu harakatlar chiqadi desa, men asla va asla ishonmayman. Xitoy, Pokiston, hozirgi Taliban deganlarning maqsadi ular qarshi tursa Hindistonga qarshi turdi. Undan boshqa o'tirib Talibanning qo'li nima desa, buning birinchi eng kuchli kuchi Pokiston bo'lgandan keyin bu O'rta Osiyoga qarshi harakatlantirish uchun kuchaydi. Nimishqa Pokistondan birdan biri o'tirib suv tijoratida eng jonliq O'rta Osiyoga epirdigan yo'li yana Afg'oniston orqali o'tadi. O Taliban baribir qo'llanadigan kuch. Sizlar rost aytgandaysizlar, Xitoy u yoqqa kirib Talibanga o'tirib islom xalifligini asli keltirishga Xitoy yordam berdi qarindoshlar. Bu maqsad, bu yerdagi maqsad nima bilamsizlar? Ularning tubki maqsadi bu yerda Uyg'ur masalasini yiltizdan yo'q qilish. Bu orqali o'ylaydiki o'tirib Xitoy kirib o'tirib Afg'onistonda Talibanninki islom, chunki ularning birdan bir maqsadi islom xalifligini aslidagi islom imoratini vujudga keltirish. Asliga keltirishlarning tubki maqsadi shu. Bunga Xitoy yordam qilgan vaqtning o'zida qanday bo'ldi bilamsiz? Shundan bu yerda dunyoda shunday bir kuch shaklida ko'rdingmi o'tirib Xitoy degan bu o'tirib azaldan bu islomga qarshi emaskan bu. Mana Talibanning islom xalifligini asli keltirishga yordam berdi. Aslidagi islomga qarshi kuch Amerika ekan bu degan bu kayfiyatni yaratish uchun %100 yordam berdi. Sizlar buni ko'rasizlar. Shuni ular o'tirib o'zimizning ichidima o'tirib nurg'ulg'an o'tirib haliqi millatchilikdan islom ideologiyasini yuqori ko'radigan insonlar bekchiq. Bular o'tirib
Biz o'tirib, oliy maqsadimiz o'tirib, islom imoratining hukmronligi ostida yashashdi. Vaqt kelib qolsa, shundaq insonlarning ostida yashashimiz kerak. Talibanning ostida yashasak ham bo'ldi. Vatanga borsak, o'tirib, vatanda Xitoy va deb o'tirib yashaydigan insonlar yomon ichimizda. Buni keyin ko'rsiz. Qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu insonlarning qo'lidan ushaqchak bizga nisbatan bir harakatchilik keldi deb men ishonmayman. Ikkinchidan o'tirib Talibanning qo'llanadigan kuch yana o'tirib Xitoy. Xitoy qanday qo'llandi deysanglar, chunki O'rta Osiyodan, o'sha Istonlardan Turkiyaga o'tadigan Ipak yo'li bor. Ipak yo'li hozir trillion dollarni mablag' soldi. Trillion dollar mablag' soldi. Andaqkan bu yerning bexatarligini qaysi kuch saqlaydi? Bexatarligini qaysi kuch saqlaydi qarindoshlar? Rossiyaga ishonch qilolmaydi Xitoy hech bir zaman. Kirsa Qirg'iziston, bu Turkmaniston, Ozarbayjon, Ipak yo'li davlatlar o'tirib Xitoy men bu yerning bexatarligini saqlayman desa, sen meni ishg'ol qilding deydi. Uning uchun bir sabab kerak. Bu yerdagi men birdan-bir sababni bu Taliban shu yerga Xitoy bilan vositalik holda shu rayonlarga tahdid shakllantirish orqali yoki ma'lum bir 98-99 Batkinga kirganda Qirg'izistonning ma'lum bir rayonlariga kirganda harakat qilish orqali Xitoyni akirish uchun men cho'g'anchaqda yana bir kuzur shaklida yana Taliban bu yerda Xitoyning bir kuzur bo'ladi deb o'ylayman. Mencha to'g'ri bu. Chunki Xitoy trillion dollarga yetadigan bu mablag' yo'lining o'zida bexatar qaysi kuch qo'g'daydi? Bexatarligini qo'g'dash uchun Xitoy cho'qim buni o'zi kirish kerak. Buni kirish uchun bir sabab kerak. Sabab yoritib turgan kuchni men birdan-bir o'tirib Taliban deb o'ylayman. Talibanning tubki maqsadi u islom imoratini vujudga keltirish, islom xaliflik davlatini qurish. Agar u undaq bo'lmagan vaqtning o'zida Taliban bo'lolmaydi u. Agar u bo'lgan vaqtning o'zida qanday bo'ldi? Aniqki o'zining shaklida bo'lmagan insonlarga o'tirib turib, u o'zining ideologiyasini tanidi. Ikkinchidan bu yerdagi yana bir masala qaysi degan vaqtimizda Afg'onistonda ko'p millatli rayon, o'zbeklar bor, tojiklar bor, dari deydi, har turli millatlar bor. Qo'llanma Afg'onistonda tinchlikni vujudga keltira olmaydi qarindoshlar. Chunki nurg'un insonlar, masalan, o'zbeklar, tojiklar, turkmanlar hukmronligini qabul qilmaydi bularning bu tuzumdagi masalan Taliban ayni vaqtimizda 2 kishilik hukmronlik qilgan, bu shaklni vujudga kelgan vaqtimizda buni qabul qilolmaydi. Undaqkan bu yerda Afg'onistonda bir ishga urush kelib chiqdi. Bu ishga urushning kelib chiqishi moyatiyat qilganda Xitoy uchun ziyonli. Qarindoshlar, Xitoy uchun ziyonli. Xitoy Afg'oniston rayoniga kirish kerak. Kirib u ya'ni Ipak yo'lini qurganda bu yerda davomini qurish kerak. Afg'onistonda qabul qilish uchun shuning uchun Xitoy Ironni 4 milliard dollarga 25 yillik Ironni setib oldi qarindoshlar. Shuning uchun bu rayonda tipik mustahkam harakat qiladigan kuchlar biz uchun ziyonli. Xitoy Afg'onistonni kontrol qilish uchun Iron bilan harakat qildi. Yana Xitoy Hindistonga qarshi turish uchun Pakiston, Taliban, bular o'tirib, masalan, Xitoy, Taliban deyli, Pakiston bular o'tirib, yana Hindistonga besim shakllantirish uchun harakat qildi. Bu yerda bir kulkilik bir narsa chiqadi qarindoshlar. Ashuni islom imoratini asli keltin degan yerning o'zida Xitoy o'tirdi rostab deganlar. Sabab qaysi? Bu yerda o'zini islom dunyosiga Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilgan Xitoy buni yo'q qilish uchun islom dunyosiga yaxshi ko'rinish. Bu orqali strategiyani cho'ngchatda qayerga o'tkaydi desanglar, Isroiliyaga o'tkaydi. Isroiliya bizning dushmanimiz deydi. Shunda ichimizda o'tirib, "Modoq, sallik mo'lonlarimiz qattiq qo'shib ketadi" o'tirib. To'g'ri? Biz kichigimizdan o'tirib o'rganganimiz mushundaqdi. Unda hozir Xitoyning tutayotgan yo'li to'g'ri ekan deydi qarindoshlar. Buni amaliyot belgilaydi. Ammo bu yerga tampon jihatlarda men Hindistonni yengilib deb qaramayman. Hindiston bizdan ittifoqlashgan birdan-bir kuch, to'g'ri kuch qarindoshlar. Buni mayli qanday tashkilotlarimiz bo'lsin, millatimiz hissiyotidan aslo chiqarmaslik kerak. Engidan chiqarmaslik kerak. Qolgan o'zimizning qarindoshlar deyotgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Iston, o Pokistondan tufay o'ntib ketinglar, paskinlarni.
biz tarafda turmaydi. Rast deb degandaysizlar, biz tarafda turmaydi. Turdi degan vaqtingizda, qaya degan vaqtingizda Amerikadek, Yevropadek bir davlat kelib, Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, shu yerga turib, sarang, malchi saranglar, kalvalar, Xitoy seni bu yerda yeb ketidi. Shuning uchun ma pulni og'ich pulni og'in. Sizlarni saqlayli, Xitoy bu yerga kirmasin, shu orqali Uyg'urlarga yordam beraylik deb qolgan vaqtingizda turdi. Bo'lmasa, o saranglardan hech bir zaman umid kutmanglar qarindoshlar, foydasi yo'q. Bu ish rostga chiqadi qarindoshlar, rost deb degandaysizlar. Mening bilishimcha Amerika Afg'onistondan chekinganki o'dil Washingtonga ketmaydi deb o'ylayman. Mening o'ylagan chog'da Pokiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston mush to'rt davlatning birisi qoladi deb o'ylayman. Pokistonning birishi ehtimolligi to'van. Qozog'istonni bilmaymiz, Qirg'izistonni bilmaymiz. Mushulardan bir davlatda Amerika qilib qilish kerak. Qilib qolgan vaqtimizda O'rta Osiyo xalqiga biroz foydali. Bo'lmasa Amerika to'liq Washingtonga chekingan taqdirda sizlar rost deb degandaysizlar, O'rta Osiyo rayonlarimizda Xitoy degan yayrab ketadi o'tirib. Talibanga xaliflikni qurib bordi. Shuning bilan u yoqdan bu Turkiya keldi o'tirib, Turkiyaga o'tirib, yo'q, sen bir Turan davlatidan birini qurib beray menga, mablag' mendan. Zaten yeterki Uyg'urning masalasiga hech qanday vaqt aralashma. Chunki Uyg'urning irqiy qirg'inchilik masalasiga Amerika aralashdi, Yevropa aralashdi. Buni qat'iy yiroq tutish uchun vaqt kelib qolsa sana, men keldi o'tirib. To'g'ri, Turan birligini qurib bergan Xitoy, mablag'ni sen chiqargan, uni buni men shakllantiray. Anda qolsa Turan birligini shakllantirdi. Turan birligi degan ash Xitoyning oliy manfaati Ipak yo'li strategiyasida bexatarlikni Xitoy o'zi qo'g'diyanmagan vaqtimizda bu Turan birligi qo'g'dash uchun Xitoy bilan Turkiya hamkorlashib bu shaklni vujudga keltirish ehtimollari eng chong. Sizga deb qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu yerda deb kelsak, sizlar o'tirib, har zaman o'tirib, musulmon dunyosini, uni dedim, turk dunyosini, buni dedim tashlab qarindoshlar, men zarichilik foyda keladigan yer bo'lsa, bizga o'tirib foyda keladigan yer bo'lsa, men maqtayman ular bilan bir. Amaliyotda reallik undaq emas qarindoshlar. Men keyin uyim bo'lgan vaqtda videolik sizlar ko'rsatdim. Erdo'g'an afandimniki Xitoy bosh ministri Shi Jallatga o'tirib, yangi dunyo qurish vazifasi bizga tushdi deb o'tirib, maktub yo'lganlari turdi. Turklarning o'zining so'zlaganlari turdi qarindoshlar. Ularni qurmoqchi bo'lgan yangi dunyosining ichida Uyg'urlar butun lagerni ichiga kirish kerak, Uyg'urlar yo'qish kerak. Tushundingizmi? Shuning uchun biz maslak o'zimizning diniy qarindoshlik nuqtasidan emas, o'zimizningki bir til qarindoshlik nuqtasidan emas, tubki oliy manfaat nuqtasidan qarashimiz kerak qarindoshlar. O'sha rayonimizda Uyg'ur davlati bilan chegaralanadigan rayonning ichida birdan-bir bizga foydali qiladigan vaqtimizda Hindiston, undan qolib qolsa Mong'oliya, tam o'shga qadar Mong'oliya o'tirib bizni sotmadi. Vaqt kelib qolsa Rossiyami, yana Rossiyami o'tirib bizga foydali bo'lish o'zgardi vaqt kelib qolsa. Sizlar buni rostab degandaysizlar. Ammo bu yerga o'tirib o'zimizning diniy qarindoshlarimiz falan po'g'in degan Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Eliston, Pokistonlar bilan o'tirib umidingni kutib, yana o'tirib, yana ma Taliban degan qasmoqlarni o'tirib, ani qilgan, mani qilib kirib ketmanglar qarindoshlar. Bilib turib kirasizlar. Tushundingmi? To'g'ri bo'lgan vaqtingizda bizmi bor shuning ichida. Lekin bilmay o'tirib, aldirab, yugurib o'tirib, unda taqattiq qo'llarningki kayniga dastaydigan yo'l emas. Mening tushuncham shu. Qarindoshlarimiz, men mushinchilik men o'zimning tushunchalarini berib qo'yay ko'pchilikka. Foydali yeri bo'lsa anglab qolasizlar. Anglab qo'ying. Foydali bo'lmasin, tahlil qilib boqasizlar. Bundaq vaziyatlarni analiz qilib boqasizlar. Xato chiqib qolsa, toza tillasizlar. Tillasanglar, men o'tirib chatimiz yo'q. Lekin men mushkamga qadar men bilib devatgan gaplarning ko'pinchilari xato chiqmadi deb o'ylayman. Amerikada xato chiqmadi. Irqiy qirg'inchilikda xato bo'lmadi. Amerika qo'llaydi dedi, qo'lladi. Qarindoshlarimiz.
Navadımı şu chegara rayonidagi insonlar o'tirib, bizning oliy manfaatimizni qo'llig'idek bir ishlar bo'lgan bo'lsa, men 360 kun maqtaydim. Chunki Pokistonning birdan-bir maqsadi qaysi degan vaqtida o'zida Kashmir masalasi bor bilasizlar. Kashmir masalasi bor. Kashmir masalasidan hozir Xitoy o'tirib Islom hamkorlik tashkilotiga hozir Xitoy o'tirdi u yerda. Tushundingizmi? Islom hamkorlik tashkilotimizda Xitoy bor u yerda. Xitoydan kelgan vakil bor. Ularning tükki stratejisi u rayonimizda birdan-bir ko'zga sat ko'rinayotgan kishi Hindiston. Hindiston qarshi turdi Xitoy. Butun naslini yo'qlab qo'ydi. Amerikani yoqdan yiroqlashtira olsa, tabiiyki. Undan keyin qilib qolsa, vaqt kelib qolsa, Rossiya bilan qarshilashadi. Eng yiroqda qarshilashadigan Xitoyning nuqtasi qaysi bilamsizlar? Isroil. Chunki nimishqa bilamsizlar? Xuddi Erdo'g'onga o'xshash o'zini kuchli ko'rsatish kerak. Uyg'urlarni erkiy qirg'inchilikda taltüks yo'q qilib o'tish uchun islom davlatlariga ehtiyoji bor. Ehtiyoji bor. Jim bor. Shuning uchun Xitoy vaqt kelib qolsa, o'zining adamda Talibanga o'tirib xaliflik qurishga yordam berdi. Vaqt kelib qolsa, Erdo'g'on bilan birlashib o'tirib Ipak yo'lini qo'g'dash uchun Turan birligini vaqt kelib qolsa Xitoy qurib berdi. Qarindoshlarimiz. Qolgan gaplarni yana paranglashamiz. Gapim taqqa-tuqqi bo'lsin, qanday bo'lsin anglab qo'yinglar qarindoshlar. Paylanib qolasizlar bularda. Ko'rishga omon bo'laylik. Xo'sh.